Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni inspektorning rasmiy YouTube kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bilamiz, so'nggi paytlarda yo'llarimizda mashinalar soni keskin oshib bormoqda. To'g'ri, bu juda ham quvonarli holat. Lekin shunga yarasha yangi haydovchilar, qo'pol haydovchilar ham uchrab turadi. Bu narsa yo'llardagi ayrim qo'pol holatlar dilni xira qilishi mumkin. Va shunga yarasha yo'llarimizda radarlar va kameralar ham soni keskin oshib bormoqda. Xo'p, bunga qanday yechim qilish kerak? To'g'ri, inson o'zini sog'lig'ini va har bitta mulkini asrash uchun mashinaga videoregistrator xarid qilsangiz bo'ladi. Radarlardan saqlanish uchun esa radar detektorini xarid qilishingiz kerak. Lekin men bugun sizlarga bir mahsulotning ichida ham radar detektor, ham videoregistrator mavjud bo'lgan mahsulotni ko'rsatadigan bo'lsam, xarid qilgan bo'larmidingiz? Demak, bugun biz hozir sizlar bilan inspektorning yangi, hali endi sotuvga chiqqan modeli Inspektor Bravo S Pro haqida ko'ramiz, gaplashamiz. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni va izohlarda o'z fikringizni bilan qoldirishni unutmang. Demak, biz boshladik. Tanishing, qo'limda tandirdan yangi uzilgan Inspektorning yangi modeli Inspektor Bravo S Pro. Ushbu mahsulot ham maxsus O'zbekiston uchun Koreyadan, ya'ni Janubiy Koreyadan ishlab chiqarilgan. Bilasizmi, nima uchun O'zbekiston uchun maxsus deb aytyapman? Sababi O'zbekiston bozorida bundan ilgari ham shunga o'xshash kombo qurilmalar, ya'ni kombo qurilma degani bir mahsulotning ichida ham radar detektor, ham video registrator bo'lgan mahsulot deb ataladi. Shunaqa mahsulotlar uchrab turardi. Lekin bilamiz, O'zbekistondagi radarlar juda ham signallari past bo'lgan, undan chiqayotgan signallari uzoqqa bormaydigan radarlar edi. Va uni ushbu radar detektor, ya'ni ushbu kombo qurilmalari esa ko'ra olmasdi. Ya'ni 50 metrdan, 20 metrdan radarlarni faqatgina baza orqali aniqlardi. Lekin Inspektor kompaniyasi maxsus O'zbekistonga injenerlarni yuborib, maxsus radarlarni o'rganib, ushbu mahsulotni ishlab chiqarishdi. Qarang, mahsulot birinchi navbatda buning ichiga LNA modul o'rnatilgan. LNA modulni tushuntirib beraman. LNA modul bu radarlardan chiqayotgan signallarni kuchaytirib beradigan, ya'ni past to'lqinli signallarni kuchaytirib beradigan vosita hisoblanadi. Va ushbu vositani, ushbu modulni kompaktni bo'lgan, qarang, juda ham kompaktni bo'lgan mahsulotga o'rnatilgan, Inspektor Bravo S Pro ga. Buni ko'rsangiz ishlatishga ham, mashinaga ham xalaqit qilmaydi va video sifati ham ajoyib. Buni video davomida ham ko'rsatib o'taman. Bilasizmi, haydovchilarni eng ko'p qiynaydigan muammosi bu yolg'on signallar, ya'ni pomexlar. Ushbu mahsulotda bu narsani yechimi topilgan. Sababi ushbu mahsulotda filtratsiya juda yuqori. Va mana yengil mashinalar, yuk mashinalarda uchraydigan adaptiv cruise control, avtomatik tormozlanish va ko'rinmas nuqta nazoratlari xuddi o'zidan radarlarga o'xshab signal chiqaradi. Va ayrim turdagi radar detektorlar uni radar deb o'ylab, o'zidan yolg'on signal berib, ya'ni radar nomini aytib, sizni boshingizni qotirishni boshlaydi. Va ko'pchilik radar detektorini yoki mahsulotni o'chirib qo'yishiga va shu sababli jarimaga tushishiga sabab bo'ladi. Aytganimdek, bunda yechimi topilgan. Bu signaturniy radar detektor bo'lgani uchun radardan chiqayotgan signallarni o'z nomi bilan aytib beradi va buning kutubxonasida O'zbekistondagi barcha radarlarni signallari kiritilgan. Misol uchun radarni ko'radigan bo'lsa, Lochin Ko'z, Hikvision va shunga o'xshash nomlari bilan ogohlantiradi va ortiqcha signallar berish ehtimoli juda kam. Endi ekran qismiga keladigan bo'lsak, ekran qismida ushbu Inspektor Bravo S da 2.45 dyumli rangli, ma'lumotlarga boy, barcha funksiyalarni, barcha ma'lumotlarni oladigan, tushunarli bo'lgan ekran o'rnatilgan. Ushbu ekranda siz radargacha bo'lgan qancha masofani, o'zingizni tezligingizni, radarning necha tezlikka o'rnatilgani va albatta va shunga o'xshash qiziqarli bo'lgan barcha ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi va sozlamalardan siz videolarni ko'rishingiz va shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Hozir biz radar qismi haqida gaplashib bo'ldik. Ya'ni radarlarni aniqlashi haqiqatan yaxshi bo'lishi kerak va buni video davomida testlarda ko'rib chiqamiz. Lekin kamera qismi qanaqa, video registrator qismi qanaqa va qanday ishlaydi, demak, ko'rib chiqamiz. Ushbu mahsulot Full HD tarzda yozadi va bunga kuchli protsessor, ya'ni o'rnatilgan.
Qo'shimchasiga bu mahsulot video ekstratori, ya'ni bo'lgani uchun bunga eng kamida 32 GB fleshka yoki maksimal 256 GB fleshka qo'ysangiz bo'ladi va bir ajoyib funksiyasi bor, lekin bu narsa hech kimga tavsiya qilmayman. Unaqa holatga tushmasin to'g'rirog'i. Bunda G-sensor degan funksiya mavjud. Xudo ko'rsatmasin, siz yo'lda harakatlanib ketayotgan paytingiz, agarda siz bilan xavfli vaziyat bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir sizdan mashina turtib yuboradigan yoki shunga o'xshash vaziyat bo'ladigan bo'lsa, ushbu mahsulot o'sha vaziyatgacha bo'lgan voqeani 1 minut oldingisi va o'sha vaziyat bo'lgan 1 minut va o'sha vaziyatdan keyingi bo'lgan yana 1 minutni o'zining o'chmaydigan alohida papkasiga saqlanib qiladi va bu narsa o'chib ketib qolmaydi. Ya'ni ustidan yana yozilib ketib qolmaydi. Bu qo'pol aytganda baxtsiz hodisalar paytida bo'lgan voqealarni saqlab olishga va sudda yoki qayerdadir ushbu narsani ko'rish uchun kerak bo'ladigan funksiyalardan biri. Lekin avvalambor bu narsa hech qaysi birimizga kerak bo'lmasin deya aytib qolamiz. Inspektor BraOS'ning yana bir ustunlik tomonlaridan biri uning yangilanish, ya'ni baza ma'lumotlarni xalq tilida proshivkasini yangilash deydi-ku, o'shanaqasi va videolarni ko'rish, videoni ko'chirib olish algoritmidadir. Bilamiz, ko'plab mahsulotlarni agar yangilamoqchi bo'lsangiz, siz kompyuter orqali fleshka kompyuter qidir, siz internet kirishim kerak, boshingizni og'ritib, o'zingizni qiynab yoki maxsus ustaga borasizda qimmatli vaqtingizni ham, naqdingizni ham bekorga ketkazasiz. Lekin ushbu mahsulotda maxsus o'zining ilovasi mavjud. Siz ilova orqali ushbu mahsulotni barcha ma'lumotlarini, misol uchun ba'zi yangiliklarni yoki proshivkasini qulay bo'lgan ilova orqali bir-biriga radar detektordan Wi-Fi orqali ulaysiz va milliy ayrim kam vaqtlarda shu narsalarni yangilab olasiz. Siz ichidagi video fayllarni esa aynan shu dastur orqali bemalol onlayn ravishda ko'rishingiz, o'zingizga kerakli bo'lgan faylni bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Barchasi siz uchun qulay, ishlatishingiz uchun komfort tarzda ishlab chiqarilgan. Aziz do'stlar, hozir maqtadim, lekin sizlar bu narsani o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak. Ya'ni buni hozir test qilamiz, qanday ishlashlarini birin-ketinlik bilan ko'rib chiqamiz. Demak, siz kanalimizga rivojlanish uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirish. Demak, aziz do'stlar, maqtadim. Endi buni haqiqiy testda ko'rishimiz kerak va albatta hozir buni ko'rsataman, buni video sifatlarini va albatta o'zini radarlarga qanday ko'rishini ham birin-ketinlik bilan ko'rsatib beraman. Demak, biz boshladik. Siz esa like bosishni, obuna bo'lishni va izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz davom etamiz. Xo'p, azizlar, tasavvur qiling, siz mehmonsiz, Toshkent shahriga keldingiz. Qayerda nima, qanaqa radar, qayerda to'xtab turishga, qayerda piyodalar yo'lagiga radar borligini bilmaysiz va mana shunga chiqdingizda sizga qo'ng'iroq kelib qoldi. Mana shu yerda to'xtamoqchi bo'lyapsiz. Xo'sh, to'xtash taqiqlangan belgisi nazorati. Ko'rdingiz-a, bu yoqda to'xtab turish taqiqlanar ekan. Qani to'xtay, qani nima bo'lar ekan? Nima der ekan menga? Yana bir marta ogohlantirarmikan, yo'qmi? To'xtash taqiqlangan belgisi nazorati. Qarang, yana bir marta ogohlantiryapti. Tertillayapti ham. Sur bu yoqdan deb. Bu yoq jarima tortadi. Xullas, mana shunaqa deb ogohlantiryapti. Radarlargacha turibdi. Shuning uchun ishlashlari zo'r. To'xtash taqiqlangan belgisi nazorati. Yana bir marta ogohlantirdi. Uka dedi, "Sen xato yo'ldasan" dedi. Shuning uchun ham qaranglar. Endi qaranglar, hozir men sizlarga piyodalar o'tish yo'lagini ham bitta ko'rsatib beraman. Piyodalar o'tish yo'lagiga boramiz. Ungacha bitta videoni balki to'xtatib tura qolay. Chunki ko'p cho'zilib ketib qolmasin. Va sizning radar detektoringiz harakatga tushib olaylik. Eshitib turing. Kamera 60, svetofor nazorati. Kamera 60, piyodalar o'tish joyi nazorati. Eshitdingiz-a, nima dedi? Piyodalar o'tish joyi nazorati. Hozir men sizlarga yaqinlashtirgan ekranda ham piyodalarni belgisi chiqdi. Sababi haqiqatdan ham Chilonzor, ya'ni Shuhrat chorrahaga yetmasi piyodalarni yo'l bermaganga jarima tortadigan radar turibdi. Va qarang, shunaqa hozirda ko'rinmayapti-da, oldimiz to'la mashina probka. Shunda ham 220 metrdan Hikvision radarini aniqlab berdi, ham baza bo'yicha ogohlantirdi, piyodalar yo'lakchasi deb, ham radar deb ogohlantiryapti, ya'ni signali bo'yicha olyapti. Ko'rgan bo'lsangiz, men salgina xato nuqtaga qo'yib qo'yimman. Sizlarga yaxshi ko'rinmayapti mana.
Chunki o'zi atrofimizdagi, to'g'rimizdagi mashinalar sekinlab piyodalarga yo'l berib o'tkazyapti. Agarda yo'l bermaydigan bo'lsa, demak, issiqqina jarima olish ehtimoli mavjud. Hozir ko'rsatib o'taman radar qayerdaligini. Ko'rdingizmi? Gibrid mahsulot bo'lsa ham 200 metrdan 220 metrdan, balki bu masofa ko'payishi ham mumkin. Ya'ni hozir juda ham mashina ko'pligi uchun, furalar, avtobuslar borligi uchun masofa sal kamroq bo'lgan bo'lishi mumkin 220 metr. Atak yaxshiroq vaziyat bo'ladigan bo'lsa, undan ham ko'proq masofadan aniqlaydi. Radarni ko'rsatib o'tamaylar. O'zi ko'rinish boshda chap qo'l tomonda ko'k Hikvision radari turibdi. Toshkent bilamiz, probka. Shuning uchun ham vaziyat hozir xo'p. Mana hozir yana qarang, ana hamma yo'l beryapti. Hozir ko'rinyaptimi yo'qmi, mana kutib turibman. Hozir birdan yurish boshlanadi. Chunki radar bor, radar. Mana ikki kishi o'tib ketma-ket. O'ylayman ko'rindi. Biz ham qaraymiz yo'llarga, ikki tomonga, demak, yo'llar, piyodalar yo'q. O'ng tomonda turibdi ana radar. Chap tomondan tepada turibdi radar. Piyodalar yo'lagini nazorat qiladigan. Xo'p, aziz do'stlar, hozir men sizlarga o'ngga burilamiz va bizani qani radar deb ogohlantirarmikan? Hop, burildik. Tezlik 60. qarang, baza bo'yicha 600 metrdan keyin megakam deydi va qarang. Megakamni 560 metrdan aniqlab beryapti. Gibrid qurilma. Menimcha yomon natija emas. 400 metr bor hali, signal ko'payib bormoqda. Jon deb ko'rsatib berardim-u. Lekin lekin biz hozir o'ng tomonga qarab ketamiz. Shuning uchun ham iloji boricha megakam qayerda turganini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xo'p, qaranglar. Bizada chap qo'limizda megakam radar turibdi, o'rtada, to'g'ri o'rtada. Mana o'rtada turibdi. Eng qizig'i